Ukam brendligini o'g'riylu, nima qilasan? Mayda shuda narsalarni o'ylab. Servis tanlaymiz aka, servis yaxshi. Biza paytda bo'lmagan bunaqa servislar hech kim senga shundoq tuzatib bermaydi. Boshimni qotirmay, o'zim bilganimni qilaman. Zubajiskiga singing kelyaptimi? Panda, ko'p gapirma. Bu qo'yavora pastga. Qo'y nima qilsan? Charxpalak qilib tinchlikmi? Uyga vadan agrevator o'tdi. Hop. Men brendli zo'rini olgan desam, bu servis nimadirlar deyapti. Tushunmayman buni gapiga. Yo, to'xta. Servisda ham, brendda ham o'ziga yarasha plyus-minuslar bor. Yurgin, men senga tushuntirib beraman shularni. O'zi haqiqatan ham vadan agrevatorlarni brendiga qarab olgan yaxshimi yoki servisiga? Shunani ko'rib chiqamiz. Brendda birinchi afzalligi o'z obro'sini saqlab qolish uchun juda ham sifatli zo'r materiallardan foydalangan bo'ladi. Ishonchli brendlarda energiya samaradorligi yuqori bo'lib, gaz va tok xarajatlarini tejab beradi. Shunaqa katta brendlar xavfsizlik darajasiga juda ham qattiq e'tibor berishadi. Ertaga yonib ketishi, qizib ketishi, hattoki portlab ketish holatlari ham juda kam kuzatiladi. Lekin brend dahshat bo'lsin, servisi o'z joyida, o'z paytida xizmat ko'rsatmasa, u ham bitta bosh og'ruvdek. Servis sentri afzalliklari agar qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa, bittada kelib muammolaringizni hal qilishadi. Servis sentri yana bitta afzalligi remont bepul bo'ladi yoki bo'lmasa arzonroq yoki bo'lmasa aniq bir narxda bo'ladi. Servis sentrlarning yana bitta afzalliklari ular faqatgina remont qilish emas, to'g'ri va samarali ishlatishlarni ham ko'rsatib berishadi. Lekin servis qanchalik zo'r bo'lmasin, vadan agrevatorlingiz sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, ishoning boshingiz tuzatishdan chiqmaydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, brend zo'r bo'lsa-yu, servisi taki bo'lsa, u ham bitta muammo. Servisi zo'r bo'lsa-yu, brend tanilmagan bo'lsa, u ham bitta muammo. Shunaqa muammolarga uchramaslik uchun dunyodan o'zingizga kerakli ham brendiviy, ham servisiga ega bo'lgan vadan agrevatorlarni tanlash imkoniyati bor. Eng qizig'ini aytaymi? Bu mahsulotlarni Shibun fillarini xarid qiladigan bo'lsangiz, maxsus takliflarimiz bor va muddatli to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi.